Balandsorobkalariga o'zlaring bitta baho berasizlar. Mana keladi. Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun biz sizlarga o'sha mashhur universal chorvachilik uchun ishlab chiqarilgan dravelkalarimizni arzonni qilib beramiz. Xo'p. Bu dravelkalarimiz asosiy qismlaridan bittasi motori. Motori turbo motor bo'ladi. Adashmaymiz, turbo, original motor. Xo'p, bunimiz 3 kilovat 3000 оборотga va mana bu joyda datchiklarimiz bor. Tokimizni ko'rsatib turadi va xavfsizlik tizimi bor. Ya'ni tiqilgan holatda o'zini o'zi o'chiradi. Va bu motoriga 2 oyga garantiya qilib beramiz. Xo'p, bu tomonda setkalarimiz 4-5 xil bo'ladi. Ya'ni mayda setkalarimiz ham bo'ladi. Xo'p, bu joyda segmentlar, tig'larimiz maxovga o'rnatiladi. Mana bu joyda e'tibor qilsak, malatkalarimiz bor. Bulari bexijolat, balandsorobkasi joy-joyida bo'ladi. Xo'p. Bu qismi asosiy qismlardan bittasi shu aylanadigan o't tushib maydalanadigan joyi mana shu joy bo'ladi. Listini ko'rsak 8 lik list va yangi listlar ishlatiladi. Oyoqlari baquvvat. Ya'ni bu o'lgunimizcha inshaalloh xizmat qilib beradi. Motorlarga 2 oyga garantiya beramiz. Motorlari ham zavodskoy yangi motorlar bo'ladi. Ya'ni yangi qilingan motor emas, ya'ni yangi zavoddan kelgan motorlar bo'ladi. Adashmaymiz. Tanlovda adashmaymiz. Xo'p. Bu ko'rinishi, ichki holatlari mana ko'rsak, sotalar uchun va mana bu joyda o'sha donlar kiradigan joyi. Xo'p, oxirida bitta yurg'azib ko'rsatamiz. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab bor, arzon narxlarda qilib beramiz va bitta yurg'azib ko'rsatamiz. Xo'p. Balandsorobkalariga o'zlaring bitta baho berasizlar. Mana keladi.